Alisher Navoiy 1441-yilning 9-fevralida Hirot shahrida tug'ilgan. Bu shahar hozirda Afg'onistonning markaziy shaharlaridan. Otasi G'iyosiddin Muhammad edi. Uni kichkina Bahodir ham der ekanlar. Onasining ismi ma'lum emas. Alisher juda kichik yoshlaridan she'r va musiqaga havas qo'yadi. Olim va shoirlar davrasida ulg'ayadi. Uning otasi Temuriylar xonadoniga yaqin odamlardan edi. Ularnikiga zamonasining mashhur kishilari tez-tez kelib turishardi. Yosh Alisher 3-4 yoshlarida she'r yod olib, ko'plarni hayratga solgan. 5 yoshida maktabga borib, bo'lajak sulton Husayn Boyqaro bilan birga o'qigan. 1447-yilda mamlakat podshohi Shohrux Mirzo vafot etib, yurtda notinchlik boshlanadi. Alisherlar oilasi Iroqqa ko'chadi. 6 yoshli Alisher yo'lda bir tasodif bilan zamonasining mashhur tarixchisi Sharafiddin Ali Yazdiga duch keladi. Odob va muomalasi bilan buyuk tarixchi mehrini qozonib, duosini oladi. 1452-yilda taxtga Abul Qosim Bobur Mirzo chiqadi va Alisherning otasi Sabzavoriga hokim qilib tayinlanadi. Alisher Sabzavorda o'qishni davom ettiradi. Hirotga 1464-yilda keladi. Lekin ko'p o'tmay Samarqandga ketishga majbur bo'ladi. Samarqandda u 1469-yilga qadar yashadi. Temuriylarning bosh shahri buyuk shoir hayotida o'chmas iz qoldirdi. Bu haqda u ko'p yozgan. Nihoyat Alisherning maktabdosh do'sti Husayn Boyqaro taxtga chiqishi bilan uni Hirotga chaqirib oladi va muhrdor qilib tayinlaydi. 1472-yildan vazirlik martabasiga ko'tariladi. 1487-1488-yillarda Astrobodda hokim bo'ladi. Umrining oxiriga qadar sultonning eng yaqin kishisi bo'lib qoladi. Shu yillari mamlakat osoyishtaligi, yurt obodligi yo'lida ulkan ishlarni amalga oshiradi. Alisher Navoiy umr bo'yi badiiy ijod bilan shug'ullandi. 7 ta she'riy devon tuzdi. Nizomiy Ganjaviyning 5 dostondan tarkib topgan Panj Ganj 5 xazina asariga javob sifatida o'zini mashhur hamsasini yozdi. Undan ortiq nasriy asarlarni yaratdi. Bu asarlar mana 5 asrdan oshibdiki, mumtoz adabiyotimizning cho'qqisi bo'lib turibdi. Buyuk shoir 1501-yilning 3-yanvarida Hirotda vafot etdi.